Dadamni bir gaplari borda, boy bir nima olsa qulluq bo'lsin deydilar, kambag'al bir nima olsa qayerdan oling, qanday oling, nech pul oling deb so'raydiki. Shu esimga tushib ketdi-da. Biza bir nima qilsak, hamma pitillab qoladi. Bu qayerdan olibdi, nima qilibdi deb. Bizaniki hammasi shu mehnat orqasida. Mana hozir bisikletga kelyapman. Soat 1 bo'lyapti. Kunduzi taksi qilaman, kechasi mana hozir ishimni qilib bisikletga keldim, tovarlarimni topshirgani. Nima demoqchiman? O'tgan safar Malibu olganimga, Malibudan keyin Jeep oldim. Keyin undan keyin Rossiyadan uy olganimizdan keyin odamlar patillab qoldi-da, bir xilla даже mazasi bo'lmay qolganman, eshitganman. Shunga o'zdan-o'z kelib qolmagan. Bir ko'rsatay odamlarga. Faqat hammasi mehnat orqasidan, keyin ota-onamizni duolar sababidan Xudoyim beryapti, qabul bo'layotgandir. Oyoqni uzatib yotmasdan siz ham qilsangiz, siz Malibu emas, Tahominas inshaalloh. Gazini bosinglar.